Birodarlar, mana bu yo'llarda mana bu yangi qadamlik aka-ukalarimiz xolisonilloh xizmatda bo'lib turishibdi xalq uchun tumanda. Mana xalq. Mana bu svetoforlarimiz ozgina tumanli holatda ko'rinmay qolganligi sababli mana bu yo'llar mana tashkillangan. Mana bu akalar hamma xizmatda bo'lib turishibdi. Shofyor akalar, hushyor bo'lamiz, hushyorlikni oshiramiz. İnsonning hayoti birinchi o'rinda, har bir insonning o'zining hayoti. Tuman juda ham qalin, ko'rinmayapti. Svetoforlar hatto ko'rinmayapti. Umuman shofyor akalar, hammalaringni hushyorlikka, ogohlikka chaqiramiz. Sizlardan iltimos, befarq bo'lmay turinglar. Bu tumanli holatlarda mana bu akalarimiz ham xolisonilloh xizmatda bo'lib turishibdi. To'xtanglar, to'xta. Qizilga mana bu mashinalarimiz ham tumanda bilmay kelib qolishyapti. Shunaqa holatlarni oldini olish uchun mana o'tlar yoqilib, hatto balonlar yoqilyapti.